Avlo Mebelning qaysi filialidan mebel olgan yaxshiroq? Chimgan Ekobozormi yoki Chilonzor filialidanmi? Umuman olganda javobi oddiy. Ikkala filialimizda ham sifat bir xil. Chunki bizning maqsadimiz siz qaysi filialdan xarid qilishingizdan qat'iy nazar bir xil qulaylik, bir xil sifat, bir xil ishonchni ta'minlash. Ya'ni har ikkala filialda ham bir xil tajribali mutaxassislar mebellarni tayyorlashadi. Mebel tayyorlashda bir xil materiallar qo'llaniladi va eng muhimi sifat bo'yicha yagona standart amal qiladi va o'sha standart bo'yicha mebellarimiz tayyorlanadi. Sifat nazorati esa maxsus mutaxassislar tomonidan doimiy nazoratda ushlanadi. Shuning uchun sizga faqat joy masofasi va qulayligi muhim. Sizga qaysi filial yaqin bo'lsa, o'sha yerdan mebel xarid qilishingiz eng yaxshisidir. Biz esa sizga har ikki filialda ham bir xil e'tibor va bir xil sifatni 100% kafolatlaymiz. Shunday ekan, sizni do'konlarimizda kutib qolamiz. Avlo Mebel eng ishonchli va to'g'ri tanlov.